Nimaga xursandsiz bova? Buving olib kelaman-da, shunga xursandman bacham. Buvim o'lganlarga 300 yil bo'ldi-ku. Yangi buving, yangi. Yana bir qari amir momani surrab keladi-da voya. Ana bachalar, buvlaringiz. Ana, tanishinglar, Sveta. Tanishing buvisi. Ana bu Zokirjon, ana bu Jabborjon. Ikkovi ham erkin nevaralarim mana bular. İbik, o Temur buva, navara kelin mübarek. O Chori buvi, navara kelin sizda bo'ladi. Bizda xotin. İbik kimi xotini? Zokirjonning xotini mi? Yo'q. Ha, Jabborjonning xotini mi? Yo'q. Unda kimi xotini? Mani xotinim. Sizi? Ey, Chori buvi, ko'p aylanmang, ko'z tegadi, ko'p aylanmang. Temur buva qarisangiz ham bilasiz. Siz qo'ying, qo'ying. Yo'l bozorga chiqsangiz ham zo'r-zo'rlar. Yo'q, Ey, menga qarang. Oti kim buni oti? Sveta. Sveta, ay, Sveta ham o'zi ham bilandingki Sveta ekanda. Ey. Menga qarang, qayerdan topdingiz buni? Shunda ertalab turdim. Eshigi ochsam, savatda turibdi, onasi tashab ketibdi. Nima qilar? Gap o'ldirasiz. Bo'lmasa shuni onasiga ayting, meni ham darvozam oldi deb savatda tashab ketsin. Dada, men fokus qilish o'rgandim. Malades bacham, endi nima bo'ladi hozir bu yerda? Dada, men bu fokuslarim bilan endi maktabga borib pul ishlayman. Bachalar aldab pulni olaman qo'ldan. Xohlasangiz sizga bir ikkitasini ko'rsatishim mumkin. Ko'rsatgan bir ikkitasini, ko'raylik qani, qo'lingdan nima keladi? Mana. Voy, onangga. Qanday qilding bacham? Bu sachoqsiz chalg'itish uchun dada, u kutilmagan zarba beraman-da, shilapani ichidan olib. To'xta unda bacham. Hozir G'anini chaqirib kelaman, shu fokuslarni G'aniga ko'rsat. G'anijon, o'g'lim bor-ku, shu o'g'lim. Fokuschilik o'rgangan. Shunday fokus qiladi. Hayron qolasiz. Qani bitta ko'rsatsin qani? Как раз bitta yangi fokusim bor. U uchun menga G'anaka kerak bo'ladi. Hali hech kim ko'rmagan u fokusni birinchilarda ko'rsataman. Voy! Yomon o'rgansiz, voy! To'xtanglar. Meniki emas-ku bu. Kimiki unda? Meniki-ku. Yana bitta fokusim bor. Bu 100% o'xshaydi mana. Hoppa! Ko'rdingizmi? Bas balonlari 200% sifat nazorat. Undan tashqari jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Ham 4 ta fasl chidamli. Zo'r probegan beradi. Qalay? Ana bu foydali lekin bacham. Malades. Ko'zim o'tmaydi, nimani olib kelmagan tutib o'tir. Hozir chasvak chuqurini ko'zim ko'rmaydi mani. Hozir ventilyator shamol berib o'tirasanmi endi? Aytmadingiz-ku nimaligini? Ana bu chuqur qarong'i. Nima kerak ana shuni ko'rishim uchun? Televizor olib kelaymi? Televizor bilan ko'ramanmi? Buni fanarmi? Ayting-da shuni. Film qo'yishmaydi. Fanar. Ana shuni olib kel. Ana shu narsa, ana topding. Qani tutqan bacham. Nima matut? Yuzima tut dedimmi? Erib tuyqay. Chasvaga tut, chasvaga. Yo'qmi? O't, Renesans ofisiga borda nimani olib kel? Nima deydilar? Hozir. Mana dada olib keldim. Nima olib kelding? Nimaligini aytmadingiz-ku. Renesans mikromoliya tashkilotiga borib mikrokredit olib keldim. Shunday bordim. Sirojni o'zlari ortiqcha bosh og'riqsiz ana tadbirkorlik faoliyatingiz uchun yoki o'z ehtiyojingizni qondirish uchun 3 oydan 36 oygacha 3 milliondan 300 milliongacha pul berib o'tirgan ekanlar. Shuni olib keldim. Ana u garovli yo garovsiz olsangiz ham bo'lar ekan. 60 million oldim-da shunda. Onangga men senga kredit olib kel deganim yo'q. Ana nomer vizitga olib kel dedim men senga. Shu aytib bilayotganingiz-ku vizitka deb. Shuni aytsangiz men borib kredit olmaydim o'rda. Короче, ana Jamolib, ana xona senga shuni shikaturka qilib qo'ysang, nasib bo'lsa, sessiyang 5 bo'ladi. Domlo bitta baho olish uchun shuncha ishmi endi? Holi baho olishing padi вопрос. Holi qilib bergani? Keyin ko'raman. Endi yaxshi chiqsa 5 qo'yaman. Bo'lmasa lekin baho olmayman. Dada, ana taxtalar qayerga tashay? Ana burchaga qo'y bacham. Burchaga. Domlo bu kishi yo'qlaysizlarmi? Yo'q, bu o'tgan yil kursdan qolgan bacha bu. O'rganib qolgan dada deb. Ana shu uylarga pulni o'zi ko'tardi. Ko'ryapsanmi? Endi nasib bo'lsa, buni ham ishlar zo'r bo'lib ketadi shu yil. Nimaga bahosini qo'yaverasizmi? Yo'q, sen kelding-ku. Birga qilasizlar-da, komanda bo'lib tugatasizlar buni. Zo'r bo'ladi. Beruka qaratuni kirish bor, lekin chiqish yo'q.
Aka siz 1 yildan beri uydagilar so'ramaydimi? So'raydilar, magistra kirdim deb aldaverma. Hay aka, siqilmang. Mayda galstukchadan ikkalamiz qochamiz. Tushundingizmi? Ha bachalar, dam olishmi? Sizlar bitta zo'r yangiligim bor. Buxoro innovatsiyalar universitetida hozir sun'iy intellekt kursi ochilgan. Bepul kursi. 3 oylik bo'ladi bu kurs. Bepul umuman. Tushunyapsizlarmi? Bu kursni tugatib, sizlar uyda o'tirib, bemalol $1000 pul topishlaringiz mumkin. Tushunyapsizlarmi? Faqat o'zlaringiz mehnatlaringiz bilan, harakatlaringiz bilan. Zo'r akangi domla. Endi domla biz o'y boshlaganmiz tugataylik. Ha, sizlar ishlaysizlar aytgancha, endi qarindoshlaringiz bo'lsa bir aytib qo'yinglar, amasga tarqatinglar demoqchi edim-da. Davay, turinglar ishlab, ish boshlanglar, davay. Ha. Bidalarim chaman-chaman, o'rtasiga o'tirib, yana berib o'tishmay qoldi, bunga qarang. Voy Ismat! Bedalar kimniki? Meniki, ha. Yer kimniki unda? Ha, beda meniki bo'lgandan keyin yer meniki bo'ladi-da. Senga kim ruxsat berdi bu yerlara beda eksin deb? Ha, o'zimdan ruxsat oldim, o'zim ekdim. Ha, sen o'zing turan bitaning noqonuniy ishlarni qarab o'tir. Olamas yerlar ol, Ismat ham ol. Bu yerlara Makka mumkin emas, lekin bu Makkaga o'tir. Ol buni, ol. Ol. Nimani kameraga olyapsan, ha? Nimani Mening ol. Nima sanana beradi Makka ekding? Kim aytdi senga beradi Makka eksin deb? Berimiz Makka ekish kerak emas, berib paxta ekish kerak, ha? Men xohlagan narsamni ekaman, tushundingmi? Ekolmaysan. Men hozir tepadan odam olib kelaman. Davay, olib kelgan, ol. Qarab o'tir, ana hokimiyatdan odam olib kelsani umring qamoqda ishlataman. Hey, keling. Ana endi senga ko'rsataman nimaligini. Akajon, gapimni eshiting. Ismat aka yaxshimisiz? Rahmat, to'sqanda, yaxshi. To'g'risizmi? Ha, to'g'ri. Gapimni eshiting. Ana bu yoqda noqonuniy beda ekkan. Ana bu yerda paxtani joyiga Makka ekkan bu kishi. Molxonaman bor holi. Eshitdingizmi molxonasi? Qayerda yoshirding molxonani? Hech kerakmi yoshirami yo'q, yo'l ustida to'xtabdi. Yuring ko'ramiz, yuring. Ibi bunga qarang siz, katta molxona ham qolgan. Molxona mumkin emas. Bu yerda 3 ta 4 ta qo'y qilgan. Qayerdan qilding sen? Menga qarang, bu hammasi noqonuniy. Buni tezroq javobgarlikka Hech qanday noqonuniy emas aka. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-fevraldagi 18-sonli farmoniga asosan olingan. Ibi, nima deb o'tiribdilar bular? Shu qaror aytibdi. Men ham shu yer auksiondan oldim shu yerni. Shuni aytibdi mana. Mana qara, auksiondan olgan nimasi foyda menga? Nimasi yaxshi, Ismat? Yer auksiondan yer olsang, eng yaxshi tarafi xohlagan ekiningni ekib bilasan, menga o'xshab. Xohlasang biyda, xohlasang makka ekib bilasan. Hech kim senga kelib paxta ek yo bug'doy ek demaydi. Undan tashqari, suving bo'lmasa, kafolatlangan suv yetkazib beradilar. Ichki yo'llaring bo'lmasa, ichki yo'llaringgacha qurib beradilar. Tuk bilan ta'minlaydilar. Eng asosiysi hamsa o'zingiz sotib olgan yeri 1% ga o'zingiz xohlagan binoni qurib bilasiz. Mana masalan, menga o'xshab molxona qurishingiz mumkin. Xaladillik qurishingiz mumkin, omborxona qurishingiz mumkin. Hech kim sizga kelib, "Nima buni quryapsan?" demaydi. Hozir shu bizlarga yordam berish uchun viloyat hokimligi huzurida qishloq xo'jalik yerlariga xizmat ko'rsatish direksiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mazkur farmon imtiyozlaridan foydalanib, men hozir chorvachilik bazasini mustahkamlayapman. Sizni kallangiz yomon ishlaydi hamsiya. Ha, bilasizku? Hamsiya. Yer kengaymaydi. Tezroq olib qolish kerak yeri. Qaysi yeringizddan bering menga? Men bermayman, siz o'zingiz oling. Jamol xiyrat qildi. To'xtang, men Rossiya yoraman deysiz. O'g'lim ham mana shu qo'y mol qilib bering, fermer bo'lmoqchiman. Yer olib bering. Rostdan. Ha. Siz bacham soat 12 gacha yotasiz. Sizdan firma chiqami, ha? Wait, oldim atush. Undan beri topasay bo'ring.